20 sentyabrdan boshlab pensionerlar bo'yicha tekshiruvlar kuchayishi haqidagi xabarlar tarqalmoqda. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki gap faqat pensiya miqdori haqida emas, balki pensiyaning vaqtida tushish, ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi, hujjatlardagi xatolar va ba'zi hollarda pensiya to'lovining vaqtincha to'xtab qolishi haqida ketmoqda. Men bugun sizga oddiy, tushunarli tilda kimlar tekshirilishi mumkin? Nimaga e'tibor berish kerak? Qaysi xatolar eng ko'p uchrashi va pensionerlar o'zini qanday himoya qilishi kerakligini batafsil tushuntirib beraman. Agar oilangizda ota-onangiz, buvinggiz, bobongiz nogironlik pensiyasi oladigan tanishingiz yoki o'quvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladigan qarindoshingiz bo'lsa, bu videoni ularga albatta yuboring. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni oldindan bilgan odam keyin navbatlarda qiynalmaydi, hujjat izlab sarson bo'lmaydi va pensiyasidan ayrilib qolmaydi. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiyasi tayinlangandan keyin hammasi tugadi. Endi umr bo'yi har oy pul tushaveradi deb o'ylardi. Amalda esa pensiya tizimida doimiy nazorat bo'lgan. Kimdir ishga kirsa, kimdir yashash joyini o'zgartirsa, kimdir nogironlik muddati bo'yicha qayta ko'rikka o'tish kerak bo'lsa, kimdir boshqa davlatga uzoq muddatga chiqib ketsa, kimdir vafot etgan bo'lsa, bu holatlar pensiya to'loviga ta'sir qilgan. Lekin oldin bunday tekshiruvlar ko'proq qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomalari, bankdagi ro'yxatlar yoki joylardagi pensiya bo'limlari orqali asta-sekin amalga oshirilardi. Ko'p xatolar ham shundan kelib chiqardi. Bir joyda familiya boshqacha yozilgan, boshqa joyda pasport ma'lumoti yangilanmagan, bank kartasi muddati tugagan, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa tizimga kiritilmagan. Mehnat daftarchasidagi staj 1 oy kam yoki ko'p hisoblangan. Hozir esa davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Ya'ni pensioner haqidagi ma'lumot faqat pensiya jamg'armasida emas, balki FHDYO, soliq, bandlik, bank, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, migratsiya va boshqa bazalarda ham ko'rinadi. Shu sababli tekshiruvlar tezroq, aniqroq va ko'proq odamni qamrab oladigan bo'lib boryapti. 2 sentyabrdan boshlab yoki shu sanadan keyin nazorat tadbirlari kuchayishi haqidagi xabarlar aynan shuni anglatishi mumkin. Tizimdagi ma'lumotlar solishtiriladi, shubhali holatlar ajratiladi, hujjatlarda nomuvofiqlik bo'lsa, pensionerdan izoh yoki hujjat so'raladi. Bu yerda eng muhim narsani aytaman. Halol pensiya olib yurgan, hujjatlari joyida bo'lgan, yashash manzili, pasporti, bank kartasi, nogironlik muddati va boshqa ma'lumotlari to'g'ri bo'lgan odam qo'rqmasligi kerak. Tekshiruv degani hammani jazolash degani emas. Tekshiruvning maqsadi noto'g'ri to'lovlarni aniqlash, dublikat to'lovlarning oldini olish. Vafot etgan shaxs nomiga pul tushishni to'xtatish, hujjatlari eskirgan yoki ma'lumoti bazada noto'g'ri turgan pensionerlarni tartibga keltirishdir. Birinchi navbatda pensiyani boshqa odam orqali olayotganlar ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, pensionerning o'zi kasal, yura olmaydi yoki uzoq joyda yashaydi. Pensiyasini o'g'li, qizi yoki qo'shnisi ishonchnoma bilan olib beradi. Bunday holatda ishonchnomaning muddati, pensionerning tirikligi, uning roziligi va bank operatsiyalarining qonuniyligi tekshirilishi mumkin. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank pul berishni to'xtatishi yoki pensiya bo'limi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Masalan, 78 yoshli onaxon pensiyasini qizi orqali oladi. Qizi 2 yil oldin notariusdan ishonchnoma qilgan. Lekin u ishonchnoma 1 yilga berilgan bo'lgan. Onaxon o'zi buni bilmaydi, qizi ham unutgan. Tekshiruv paytida bankda ishonchnoma muddati tugagani aniqlansa, keyingi to'lovda muammo chiqadi. Bu firibgarlik emas, oddiy beparvolik. Lekin natijada pensioner o'z pulini vaqtida ola olmay qoladi. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oladiganlar. Bu yerda eng katta xavf tibbiy ijtimoiy ekspertiza muddati bilan bog'liq. Ayrim nogironlik guruhlari muddatsiz beriladi. Ayrimlari esa 1 yilga, 2 yilga yoki ma'lum davrga beriladi. Agar qayta ko'rikdan o'tish sanasi kelgan bo'lsa va odam vaqtida o'tmagan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Ba'zi odamlar men oldin nogironlik olganman, demak doimiy tushaveradi deb o'ylaydi. Yo'q, hujjatda muddasi deb yozilganmi yoki qayta ko'rik sanasi bormi? Shuni albatta tekshirish kerak. Masalan, 2 guruh nogironligi bo'yicha oyga 900 ming so'm atrofida to'lov olayotgan kishi bor. Uning tibbiy xulosasi 2 sentyabrgacha amal qilgan. U 20 sentyabrgacha qayta ko'rikdan o'tmasa,
tizimda muddati tugagan hujjat ko'rinadi. Keyin to'lov to'xtashi, keyingi oyga o'tishi yoki qayta rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Odam pulim nega tushmadi deb bankka boradi. Bank esa bizga mablag' kelmagan deydi. Asl sabab esa tibbiy hujjat muddati bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik biladi, yoshga doir pensiya olayotgan odam ishlashi mumkin. Lekin ayrim pensiya va nafaqa turlarida ishga kirish, daromad olish yoki rasmiy bandlik holati to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olayotganlar, ayrim ijtimoiy nafaqalar, mehnatga layoqatsizlik bilan bog'liq to'lovlarda shartlar farq qiladi. Shuning uchun men ishlasam ham bo'laverdi deb umumiy xulosa qilish xato. Masalan, bir talaba otasidan boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya oladi. Agar u o'qishni tashlab yuborgan bo'lsa yoki kunduzgi ta'limdan sirtqiga o'tgan bo'lsa, bu to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Yana bir misol, 63 yoshli erkak yoshga doir pensiyada, lekin qo'shimcha ravishda qorovul bo'lib ishlaydi. Uning holati boshqa. U yoshga doir pensiyasini olishda davom etishi mumkin. Lekin ish joyi, soliq va pensiya tizimidagi ma'lumotlar baribir ko'rinadi. Agar pensiya miqdorini hisoblashda biror imtiyoz noto'g'ri qo'llangan bo'lsa, tekshiruvda aniqlanishi mumkin. 4-toifa hujjatlari farq bor pensionerlar. Bu eng ko'p uchraydigan muammo. Eski pasportda ism Muhabbat, yangi ID kartada Muhabbat, mehnat daftarchasida Muhabbat. Nikoh guvohnomasida esa boshqa familiya bo'lishi mumkin. Kompyuter tizimi buni bitta odam deb tanimasligi yoki stajni to'liq bog'lamasligi mumkin. Natijada pensiya miqdori noto'g'ri hisoblangan bo'lishi yoki hujjatlarni qayta tasdiqlash so'ralishi mumkin. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Lekin mehnat daftarchasidagi 12 yillik staj eski familiyada qolgan. Pensiya tayinlanganda guvohnomalar orqali tasdiqlangan, lekin elektron bazada bog'lanmagan. Tekshiruvda bu staj kimniki degan savol paydo bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda vahimaga tushmaslik kerak. Nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, pasport yoki ID karta nusxalari bilan masalani hal qilish mumkin. 5-toifa chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar. Agar pensioner O'zbekistonda pensiya olib, lekin uzoq vaqt boshqa davlatda yashayotgan bo'lsa, bu ham tekshiruvga tushishi mumkin. Har bir holatda qo'yda pensiya turi yashash maqomi va hujjatlarga bog'liq. Ba'zan odam chet elga davolanishga ketadi, ba'zan farzandining oldiga ketadi, ba'zan doimiy yashash uchun chiqadi. Bularning huquqiy oqibati bir xil emas. Masalan, bobosi Rossiyadagi o'g'lining oldiga 6 oyga ketgan. Pensiya kartasidan pulni O'zbekistondagi nabirasi yechib olib turibdi. Agar ishonchnoma yo'q bo'lsa, karta boshqa odam qo'lida bo'lsa, bank xavfsizlik tekshiruvida savol tug'ilishi mumkin. Yana pensionerning o'zi tirik va rozimi? Karta qonuniy ishlatilyaptimi? Bular alohida masala. Shuning uchun chet elga ketayotgan pensioner oldindan pensiya bo'limidan yoki bankdan tartibni so'rab olish kerak. Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, bank kartangiz o'zingizda bo'lsa, pasport yoki ID kartangiz amal qilayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz tizimda to'g'ri bo'lsa, har oy pensiyani qonuniy olayotgan bo'lsangiz, sizda katta xavf yo'q. Tekshiruv sizning pensiyangizni o'z-o'zidan kamaytiradi degani emas. Agar siz oddiy pensioner bo'lib, hech qanday soxta hujjat qilmagan bo'lsangiz, boshqa odamning nomidan pul olmayotgan bo'lsangiz, vafot etgan qarindoshingiz nomiga tushgan pullarni yechib yurmagan bo'lsangiz, 20 sentyabrdan hammani pensiyadan mahrum qiladi degan vahimali gaplarga ishonmang. Bunday gaplar ko'pincha odamlarni qo'rqitish uchun tarqatiladi. Lekin menda hammasi joyida deb umuman e'tibor bermaslik ham xato. Eng to'g'ri yo'l hujjatlarni bir marta tekshirib qo'yish. Birinchi nozik jihat ortiqcha to'langan pensiya. Agar tizim xatosi, hujjatdagi noto'g'ri ma'lumot yoki pensioner o'z vaqtida xabar bermagan holat sababli pensiya ortiqcha to'langan bo'lsa, keyin uni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Masalan, odam biror to'lovga huquqini yo'qotgan, lekin bu haqda ma'lumot kech kiritilgan. 3 oy davomida har oy 500 ming so'mdan ortiqcha to'lov tushgan bo'lsa, jami 1 million 500 ming so'm qaytarishi talab qilinishi mumkin. Bu yerda odamlar ko'pincha pul tushdi, demak meniki deb o'ylaydi. Lekin davlat to'lovlarida hamma narsa huquqiy asosga bog'liq. Agar to'lov noto'g'ri tushgan bo'lsa, keyinchalik hujjat bilan isbotlanadi va qaytarish masalasida qo'yiladi. Shuning uchun pensiya miqdori birdan oshib ketsa,
yoki siz kutmagan qo'shimcha pul tushsa, xursand bo'lib darrov sarflab yubormasdan sababini aniqlab oling. Ikkinchi nozik jihat bank kartasi va tiriklikni tasdiqlash. Ayrim hollarda bank yoki tegishli organ pensionerning shaxsan kelishini, biometrik tasdiqlashni yoki hujjat yangilashni so'rashi mumkin. Bu ayniqsa uzoq vaqt karta orqali pul yechilgan. Lekin pensionerning o'zi bankda ko'rinmagan holatlarda uchraydi. Sababi oddiy. Pensioner tirikmi, o'z pulini o'zi boshqaryaptimi, unga nisbatan bosim yo'qmi, buni aniqlash zarur. Uchinchi nozik jihat. Vafot etgan pensioner nomiga tushgan pul. Bu juda jiddiy masala. Agar pensioner vafot etsa, uning pensiyasini qarindoshlari davom ettirib olib yurishi mumkin emas. Ba'zan dafn xarajatlari bor edi, uyda qarzlar bor edi. Baribir onamning puli edi degan gaplar aytiladi. Lekin qonun nuqtai nazardan vafot etgan kundan keyingi to'lovlar alohida tartibda ko'riladi. Agar pul noqonuniy yechilgan bo'lsa, qaytarish va javobgarlik masalasi chiqishi mumkin. 4-nozik jihat pensiya miqdorini qayta hisoblash. Tekshiruv faqat kamaytirish uchun emas, ba'zan odam foydasiga ham bo'lishi mumkin. Masalan, pensiya tayinlanganda bir korxonadagi staj hisobga olinmagan, arxivdan ma'lumot topilmagan, keyinchalik hujjat chiqib qolgan. Pensioner o'sha stajni tasdiqlasa, pensiya qayta hisoblanishi va miqdori oshishi mumkin. Shuning uchun tekshiruvdan qo'rqish o'rniga o'z huquqingizni ham tekshiring. Masalan, erkak kishi 2005 yil staj bilan pensiyaga chiqqan, lekin aslida 32 yil ishlagan, 6 yillik staj eski zavod arxivida bo'lgan. Pensiya tayinlanganda topilmagan. Keyin korxona hujjatlari viloyat arxivida saqlanayotgani ma'lum bo'ladi. Agar u arxiv ma'lumotnomasini olib kelsa, pensiyasi oshishi mumkin. Demak, hujjatlarni tartibga solish har doim yomon oqibat bermaydi. Aksincha foyda ham keltiradi. 5-nozik jihat telefon orqali keladigan firibgarlar. Tekshiruvlar haqidagi xabarlar tarqalgan paytda firibgarlar faollashadi. Ular pensionerlarga qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz to'xtaydi, kartangiz blok bo'ladi. 20 sentyabrgacha ro'yxatdan o'tmasangiz pul olmay qolasiz deb qo'rqitadi. Keyin karta raqami, SMS kod, PIN kod yoki pasport ma'lumotlarini so'raydi. Men qat'iy aytaman, hech qachon telefon orqali karta kodi, SMS kod, PIN kod bermang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amal qilyaptimi? Familiya ismingiz barcha hujjatlarda bir xilmi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? JSHSH raqamingiz to'g'ri ko'rsatilganmi? Bank kartangiz muddati tugamaganmi? Agar pensioner keksaroq bo'lsa, farzandlari yordam berishi kerak. Hujjatlarni bir papkaga solib qo'ying. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi nusxasi, nogironlik xulosasi bo'lsa, uning nusxasi, nikoh yoki familiya o'zgargani haqidagi hujjat, bank karta rekvizitlari. Ikkinchi qadam. Pensiya turini aniqlang. Yoshga doir pensiyami? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami? Parvarish puli yoki boshqa to'lovmi? Har birining sharti boshqa. Masalan, yoshga doir pensiyada qayta tibbiy ko'rik bo'lmaydi, lekin nogironlikda bo'lishi mumkin. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qish shakli va yosh muhim bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnim shunday qildi degan gap bilan ish qilmang. 3-qadam, agar nogironlik bo'yicha to'lov olsangiz, tibbiy xulosa muddatini ko'ring. Hujjatda muddatsiz deb yozilganmi yoki qayta ko'rik sanasi bormi? Agar sana yaqinlashgan bo'lsa, poliklinika, tibbiy ijtimoiy ekspertiza yoki tegishli komissiya tartibini oldindan so'rab oling. Oxirgi kunga qoldirmang. Chunki hujjat yig'ish, shifokor ko'rigi, tahlillar, navbatlar vaqt oladi. 4-qadam, pensiyani ishonchnoma orqali olayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma muddatini tekshiring. Notarial ishonchnoma qachon berilgan, qancha muddatga berilgan? Unda bankdan pensiya olish vakolati aniq yozilganmi? Agar pensioner yura olmasa, notariusni uyga chaqirish tartibi bor. Buni oldindan hal qiling. Bank kartasini boshqa odamga berib qo'yish xavfli. Eng to'g'risi, hammasi qonuniy vakolat bilan bo'lsin. 5-qadam. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, uning kartasidan pul yechmang. Avvalo FHDga orqali o'lim guvohnomasi rasmiylashtiriladi. Keyin tegishli organlarga xabar beriladi. Dafn nafaqasi yoki meros tartibida olinadigan mablag'lar bo'lsa, ular qonuniy yo'l bilan rasmiylashtiriladi. Pul tushib turibdi, yechib olaylik degan qaror keyinchalik katta muammoga aylanishi mumkin. 6-qadam, pensiya miqdorida shubha bo'lsa, yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang.
pensiya bo'limiga borib, pensiyam qanday hisoblangan, qaysi stajlar kiritilgan, qaysi koeffitsient qo'llangan, men qo'shimcha hujjat topshirsam qayta hisoblanadimi deb so'rang. Imkon bo'lsa. Murojaatni yozma shaklda bering va kirim raqamini oling. Yozma javob keyingi harakatlar uchun asos bo'ladi. 7-qadam, arxiv hujjatlarini izlang. Agar siz yoki ota-onangiz Sovet davrida, eski kolxozda, zavodda, tashkilotda ishlagan bo'lsa, u korxona yopilib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin hujjatlar arxivga topshirilgan bo'ladi. Tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qilib, ish haqi ishga kirgan va chiqqan sana. Lavozim bo'yicha ma'lumotnoma so'rash mumkin. Bu ayniqsa pensiya miqdorini oshirishda muhim. 8-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Mahalla chatlaridagi har bir xabarga ishonmang. 20 sentyabrdan pensiya bekor bo'ladi. Hamma qayta ro'yxatdan o'tmasa pul olmaydi. Falon havolaga kiring degan xabarlar xavfli bo'lishi mumkin. Rasmiy idoralar sayti, pensiya jamg'armasi, bankning rasmiy kanallari, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki joyingizdagi pensiya bo'limidan ma'lumot oling. Agar sizga pensiya bo'limidan, bankdan yoki boshqa idoradan hujjat bilan kelish kerakligi aytilsa, avvalo kim chaqirayotganini aniqlang. Telefon qilgan odamning ismi, lavozimi, qaysi bo'limdanligini so'rang. Rasmiy telefon raqamiga qayta qo'ng'iroq qilib tasdiqlang. Hech kimga SMS kod bermang agar hujjat so'ralsa. Asl nusxalarni begona odamga topshirmang. Faqat rasmiy idorada ko'rsating yoki belgilangan tartibda nusxa bering. Borganingizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi rekviziti, mehnat daftarchasi. Arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik hujjatlari, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgargani haqidagi hujjatlarni olib boring. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, qonuniy vakil ishonchnoma bilan borishi kerak. Agar sizdan biror tushuntirish xati so'ralsa, uni shoshilib yozmang. Nima uchun qaysi davr bo'yicha, qaysi to'lov bo'yicha so'ralayotganini tushunib oling. Tushuntirish xatida aniq yozing. Men falon sanadan pensiya olaman. Falon sanada pasportim almashtirilgan. Falon hujjatim mavjud, pensiya kartam o'zimda. Falon sabablar o'zim kela olmadim. Vakilim falonchi. Agar xato sizning aybingiz bilan bo'lmagan bo'lsa, buni ham yozing. Masalan, ma'lumot bazaga kiritilmagan, arxiv javobi kech kelgan, tibbiy xulosa vaqtida berilgan, lekin tizimga kech tushgan. Har bir gap hujjat bilan tasdiqlansa, sizning pozitsiyangiz kuchli bo'ladi. Agar pensiya to'xtab qolsa, darhol sababini aniqlang. Bankka borib pul tushmadimi deb so'rashning o'zi yetarli emas. Bank faqat kelgan pulni beradi. Asosiy sabab pensiya bo'limida, tibbiy ekspertizada, hujjatdagi xatoda yoki tizimdagi nomuvofiqlikda bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi navbatda pensiya tayinlangan bo'limga murojaat qiling. Sababini yozma ravishda so'rang. Agar hujjat yetishmasa, ro'yxatini oling. Agar qarzdorlik yoki ortiqcha to'lov deyishsa, hisob kitobni ko'rsatishni talab qiling. Birinchi xato, meni hech kim tekshirmaydi deb o'ylash. Hozir tizimlar elektron bo'lgani uchun ma'lumotlar avtomatik solishtiriladi. Hatto odamni chaqirmasdan ham nomuvofiqlik chiqishi mumkin. Ikkinchi xato, hujjatlarni farzandlar bilmaydi. Keksalar ko'pincha hamma hujjatni eski sumkada yoki sandiqda saqlaydi. Farzandlar esa qaysi hujjat qayerdaligini bilmaydi. Kerak bo'lganda 3 kunlab izlashadi. Hozirdanoq hujjatlarni tartiblab, nusxalarini alohida saqlab qo'ying. Uchinchi xato, karta va kodlarni qarindoshlarga berish. Farzand bo'lishi mumkin, lekin karta shaxsiy moliyaviy vosita. Agar pul noto'g'ri yechilsa yoki nizoli holat bo'lsa, isbotlash qiyinlashadi. Ishonchnoma bo'lsa, hamma narsa aniqroq bo'ladi. 4-xato, rasmiy javob olmaslik. Odamlar idoraga boradi, og'zaki gap eshitadi, qaytadi. Ertaga boshqa xodim boshqa gap aytadi. Shuning uchun muhim masalada yozma javob oling. 5-xato, firibgar havolalarga kirish. Pensiyani tasdiqlash uchun mana bu saytga kiring degan xabar kelsa, ayniqsa ehtiyot bo'ling. Rasmiy sayt manzillari va bank ilovalari faqat ishonchli manbalardan ochiladi. 20 sentyabrdan pensionerlar bo'yicha tekshiruvlar kuchayishi haqidagi xabarni vahima sifatida emas, ogohlantirish sifatida qabul qilish kerak. Halol. Hujjatlari joyida bo'lgan pensioner qo'rqmasin. Lekin pasporti eskirgan, ishonchnomasi muddati tugagan, nogironlik qayta ko'rigiga yaqinlashgan, pensiyani boshqa odam orqali olayotgan. Chet elda uzoq yurgan yoki hujjatlarida ism, familiya farqi bor odamlar albatta hozirdan tartibga keltirsin. Men sizga eng muhim tavsiyani yana bir bor aytaman. Hujjatlarni tekshiring, pensiya turini aniqlang. Bank kartasini ehtiyot qiling.
rasmiy manbadan ma'lumot oling va hech kimga SMS not bermang. Agar muammo bo'lsa, og'zaki gap bilan emas, yozma murojaat bilan harakat qiling. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlarni hujjat tekshiruvga chaqirishyaptimi? Pensiya to'lovida kechikish yoki savollar bo'ldimi? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoni like bosib qo'ying. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, bu bobolaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Bitta yuborilgan video kimningdir pensiyasi vaqtida tushishiga, ortiqcha asab va sarsonlikdan qutulishiga yordam berishi mumkin.